5-sinf o'quvchilari bilan birgalikda kelajak soatida Sizga ehtirom nomli mavzusida dars berayotgandik. Bizga birinchi hamma o'ziga qanday ideya kelsa, qanaqa g'oya kelsa, o'sha bo'yicha tayyorlasin deyishdi. Men hayolimga birinchi ustozlarim keldilaring, borlariga shukur, rahmat. Shuning uchun o'quvchilarga mana shu men o'zimni ustozlarim, men mana shunday ustozlik darajasiga yetishimda sababchi bo'lgan insonlar bilan tanishtirishni xohladim. Men birinchi bo'lib maktabga kelganimda ilk bor qo'limga ruchka ushlab, qalam ushlab o'rganganimda kim bo'lishni xohlaysan desam, men ustoz bo'laman, o'qituvchi bo'laman demasimda omma oya bo'laman derdi. Meni birinchi ustozim Ahmedova Omonovalar. Qalam ishlatib, o'qituvchilik kasbiga mehr uyg'otgan o'qituvchimiz birinchi ustozim bo'ladilar. Keyin bulardan men ommaviy bo'laman deb yurganman. Endi hammaning yo'nalishi bo'ladi. Fanlarga qarab turib, men ko'proq matematika sohasiga qiziqarman-da. 5-sinfga chiqqanimdan keyin mana hozir 5-sinfga o'tdilar. Ustozlarimdan endi yuqori sinf o'quvchisi bo'ldilar. Har xil ustozlar darslarni boshlashdi. Keyin birinchi matematikaga qiziqish uyg'otgan ustozim mana Dalil Oxirjon bo'ladilar. Matematika faniga qiziqtirib, olimpiadalarga olib chiqib, tanlovlarda barcha tanlovlarda qatnashtirib, mana shunday darajaga kelishimga qiziqish uyg'otgan ustozim, ustozlarimga borligingizga shukur. Shuning uchun sizlarga mana shu ustozlarimni tanishtirishni xohladim. Ustozlar haqida nimalar deya olamiz? Ustozlarga she'rlarimiz qalam tutib qo'limga ilk bor yozuv chizuv o'rgatgan ustoz, eslagaymiz biz sizni ko'p bor ta'lim bergan birinchi ustoz. Behuda ketmadi qilgan mehnatlar, siz uchun yaralsin barcha rohatlar. O'quvchimas sizga go'yo farzandlar, jon fido aylagan birinchi ustoz. Bizni yetaklagan kamolot sari, bilim berganida ketmagin nari, aylanar haqiqat bularning bari, bilimlar chashmasi birinchi ustoz. Yana kimda bor she'rlar bilamizmi ustozlar haqida? Agar matematika go'zal bo'lmaganda edi, ehtimol matematikaning o'zi ham mavjud bo'lmasdi. Aks holda qanday kuch insoniyatning buyuk daholarini bu qiyin fanga torta olardi deb ustozimga ta'zim. Matematika qiyin fan bo'lishiga qaramasdan shunchalik qiziqtirib, matematika fanidan ustoz darajasiga yetishimga sababchi bo'lgansan. Rahmat. Necha yillarni maktabda ishlagansiz? Ben onun savollarına çok qiziqqanim uchun 35 yil maktabda ishladim. O'sha 1982-yildan ishladik, 18-yilgacha. Hozir mana 18-yilda nafaqaga chiqib, sifatli nafaqani gashtini suryapmiz. Qiziqsangiz omad tilayman. Kamida mana shu ustozingizga o'xshagan ustoz bo'ling. Mana biz izimizda bizdosh bo'lib borishyapti. Biz ustozlarning bilan faxrlanamiz. Siz ham mana shu ustozingizga o'xshagan zo'r ustoz. Omad tilayman. Rahmat ustoz. Yana kimda qanday? Assalomu alaykum ustoz. Siz qaysi fanga qiziqqansiz? Menga ham savol domlagami? Sizga. Mengami? Demak, men boshlang'ich sinfda o'qitganimizda xuddi mana bu Nargiza ustozimizga o'xshab bizni birinchi sinfda bir Mo'minjon domla ustozimiz bo'ldi. Hozir ham o'sha 21-maktabda ishladik. Birinchi sinfda ular olishganda bizni ularniki armiya safariga chaqirib qolgan, ular ketib qolganlar. Undan keyin mana shu sizlarni nimalarni sizlar tanimasliklaring mumkin. Hadicha o'yamiz. Bayonotlar metodizm o'qishlardan keyin o'sha ustozimiz bizga dars o'tganlar. Bunda bu tomonda biz aslida eski ikkala maktab bitta bo'lgan, 22-maktab deb aytishardi o paytda. Keyin 22 raqami bu yer yangi bo'lgandan keyin bu maktab bu yoqqa o'tib qolgan. Keyin biz 21 bo'lib qolganmiz. O'sha yerda tahsil olganmiz.
O'sha oya ustozimiz dars o'tganlarida rosa yaxshi ko'rardi ustozimizni. Kim ustozini yaxshi ko'rsa, sevsa, o'shanga havas qilsa albatta yetishadi. Darsga kirsalar, darsga quloq solib o'tirib o'zlariga ma'qul olib qolardi, unda gapirishlari. Shunaqangi zo'r dars o'tib qo'yardilar. Rahmat bo'lib ketishdi, rosa zo'r dars o'tgandilar. Keyin xuddi mana shu Nargizaxonga o'xshab meni kim bo'lasa, kim bo'lmoqsiz deb bir komissiya kelib rayondan juda tekshirish ko'p bo'ladi bu paytda. So'raganda men Hatice oya bo'laman deganman. O'sha ustozlarga bo'lgan muhabbat ana shu boshlang'ich sinfdan, o'sha yaxshi ustozlarning qo'liga tushgandan bo'lsa kerak. Mana o'sha ustozimizni orqasidan yurib, niyatimga yetdim men ham. Avval texnik kunlarda, keyin oliy o'quv yurtlarini tamomlab, o'sha ustozimiz metodika ishlaganlarida ham birga ishlaydik, rayonda ishlaganlarida. Ana shu hozirdan nimaki yaxshi niyat qilsalaring, Alloh o'zi yetkazadi niyatlaringga. Joylarda qo'shimcha qilmoqchiman-da. Fanlarga qiziqish, ustozlarga havas deganda men hattoki ustozimizning kiyinishlari, gapirishlari, muomalalari, hatto mana bu yerda turadigan chiqinchalarga e'tibor berardim-da. Uyga borib oynaga qarab yurardim. Menda shunaqa bo'larmikin? Ustozimizga shu darajada mehr qo'ygandim. O'sha narsani hatto oynaga qarab har kuni mashq ko'rardim. Qana bo'lsa shunaqa chiqincha paydo bo'lardi. Biz qilgan ekanmiz chiqinchalarda, bizlarda mashaqqatli, sharafli kasblarda ozg'inroq bo'lganliklar uchun shunaqa paydo bo'lgan shekilli, o'zimiz ham boshimizga tushib, eslasam kulgim kelardi. Rahmat ustoz. G'ofurjon domla haqida gapirsak, masalan, G'ofurjon domlamiz bizga matematikadan ustozlik qilgan bo'lsalar, mana shu maktabda taniysizlar, Valid domlangizni, ular 11-sinfda, Alijon domlangiz 10-sinf bo'lsalar, men 10-sinf bo'lsam, Alijon domlangiz 9-sinf bo'lib olimpiadaga boradi. Tushunasizmi? Sarvar domlangiz hamma olimpiadachi domlani ustozimiz o'quvchilar mana shu maktabda matematikadan, informatikadan dars berishyapti. Shu o'rinda men davray ketdim. Endi kamera qarshisida gapirib qo'yaman. Bayramonaga endi darsimiz. Hurmatli o'quvchilar, mana hozir mana bu katta nafaqadagi ustozimiz oyamizlar aytib berdilar. 22-maktab aslida bo'lgan. U maktab bu yerga ko'chib chiqqan. Va biz haqiqiy 22ni bitirgan insonlarmiz. Mana aytdilar, bu oilaning olimpiadaga borardilar. Ulardan kichkina bo'lib, men olimpiada borganman. Mendan keyin olimpiadaga borgan Sarvar domlalar bo'lgan. Men ketgan Rustam akam bo'lgan. Ana shu 21-maktabda mana shu ustozlarning ta'limini olib, faqat olimpiadachi bo'lgan o'quvchilargina bu maktabda o'quvchilik qiladi. Ko'ryapsizlarmi? Biz shuning uchun doim ustozlarimiz bilan faxrlanamiz. Doim xursand bo'lamiz. Sizlarni borlaringga shukur. Shunchalik ta'lim bergan ekansizlar, Xudoga shukur, mana biz ham yurtda sizlarga inshaalloh sizlarga o'xshab nafaqalarga chiqib, uzoq yillar biz ham Bizga ta'limlarga katta rahmat ustozlar. Borlaringga shukur. Savollarimiz bormi? Siz qaysi fanlarga qiziqasiz? Men Lukuvga qiziqardim. Bolaligimda birinchi sinfda o'qiyotganda ham matematikaga qiziqardim. Biz oyamiz bergan uni ayolari Mo'jin Soya bizni birinchi o'qituvchimiz. Agar ko'rgan bo'lsalar, domlalar. Kechalari oya berganimda uyqumda bajarib qo'yaman. Bergan misol. Shunda matematika qiziqishim shunda o'xshagan. Undan keyin yosh o'tgandan keyin hamma futbolga qarab ketaman. Shaxmat-shashkaga. Keyin geografiya qiziqib ketib, bir yil geografiyadan olimpiadaga borganman. Keyin matematikaga qiziqardim shunday. Olimpiadaga qatnashib geografiyadan borganman. Geografiya fani oxirigacha o'qitilmas ekan, 8-sinfdan keyin geografiya tugab qoldi. Keyin domlamiz katta domlar, 28-yilda odam hozir 100 dan oshib ketadi. Lekin domlarni tumoq qildilar. Undagi ilgari borgan o'quvchi texnikumga ketib qoldi. 8 bitirib texnikumga o'qishga keladi. Qizlarni dash qo'radimi, bog'chada o'qitadi, tarbiyachi. O'sha ketib qoldi, keyin matematika o'tib ketdi. Shuna qilib qiziqishim juda ko'p. Sizlarga ham eslatib hamma qo'yga qilish kerak, bitta nima emas.
Yana bitta narsani aytsam, o'sha sinfda men nemis tili bo'yicha birinchi bo'lib turardim. Nemischa gaplasha olardim. Xudoning qudrati bilan armiyaga, chet elga armiyaga bordim, Chexoslovakiyaga. Borsam bitta qo'li yo'q bir odam nemis ekan. Chexoslovakiyada yashayotgan nemis. U haligi elektr binolarni hisoblayveradi odam ekan. O'sha yerda qo'yib gaplashdim men. Haligi nemischa gaplashdim. Ruscha gaplashdim, ularni ruschani gaplasharkan, nemischani bilaman men. Endi juda zo'r gaplasholmasan, otingni nima ish qilasan, qachon tug'ilgansan, qayerda yashaysan deganlarni men so'z bilardim. Bu yerda ustozim o'rgatgan. Nemis bilan gaplashdim, hozir ishlayman. Kelib ustozlarimga Abdulaziz bilan Qodirobodga keldim. Bitta Shermat domlamiz o'tib ketdilar, Xudo rahmat qilsin. Kelib domlalarni quchoqlashib ko'rishib, men dedim, nemis bilan gaplashdim. Sizning o'gitlarimiz sababli nemis bilan gaplashdim. Nemis odam bilan gaplashib, nima qilganimni o'tirib. Bunga hamma payga qilish kerak. Hozir asosan qaysi til? Asosan ingliz tili, koreys tillari, xitoy tillari, eng asosiy tillar dunyoga ularga ham qiziqish kerak. Matematikaga qiziqmasa bo'lmaydi aytib qo'yaman. Qayda bo'lsa matematika kerak, qo'shimcha ularga ham qiziqish kerak. Chet ellarga chiqish kerak. Hozir biz bolalar Amerika, dunyoning har chekkasida hammasi bilim bo'lganligi uchun nimadir sohani egasi bo'lib, to deyishchilar ko'radigan bo'lsalar. Sizlarga ham Alloh tilayman, aziz bo'lsinlar, kelajak qoraloq. Vatanimiz uchun zo'r yigit farzandlar qo'shiladi. Sog' bo'ling. Prezidentimizdan bejiz aytmaganlari, avval matematika, keyin hammasi ustoz matematikani yaxshi bilganlar uchun hamma qanday qiziqadilar. Fundament yaxshi quyilsa, keyin uyimiz, imoratimiz mustahkam bo'ladi. Ustoz fundamentni yaxshi bilganlar uchun biz ham hamma qanday qiziqamiz. Ustozimizga o'xshab faqat matematikani solishmasak, nemis tilida, nemis guruhlarida faqat nemischa gaplar, men ham bemalol gaplashaman. Chunki bizda Shermatxon va haqiqatan ham zo'r o'tganlar rus tili darsida faqat ruscha gapirardi. Shuning uchun avval matematika, keyin hammasi hammaga qiziqishlaringizni oqlaringizdan ham talab, ham iltimos. Yana kimda qanday so'zlar bor? Rahmat. Assalomu alaykum. Domla, maktabda o'qiganingizdan keyincha sinfdan olimpiadaga olib borgansiz. Hammasini yana kimdir savol beraman, hammasini aytib qo'yaman. Men 91-yil o'qishni bitirib kelganman, 34 yil bo'lyapti. Bu yildan keyin nafaqa chiqaman. Men ko'proq matematika yuqori sinfga dars o'tganman. Kamida o'sha oyog'im kelganda o'shanda 5-sinfga o'tgan bo'lsa, unda 5-sinfga bir oy chiqqanda yuqorigacha chiqolsam degan bir mashq qaragan ishga. Men faqat 10-11 bo'lardi. 10-11 sinf deylik, 9 tepasiga dars kelardi. Sababi o'quvchilar yoshi yetib qoladi, gaplashgan domlalar yaxshiroq gaplashadi, lekin yana bitta yo'qolmadi, faqat dala bo'lardi. Dalaga chiqish uchun oyalarga o'xshaganlar qiynalib qoladi, uyda bola chaqa bo'ladi. O'sha ham chiqadi. Men bilmayman. 34 yil bo'lsa, hech bo'lmasa 30 yil olimpiadaga chiqqanman. 4 yillarga tasarruflashib qolmagan bo'lsam, har yil bor, yillarga ikkita chiqyapman. Oyog'im aytib o'tay. Keyin liseyga o'tib ketib qoldi. Mayda imtihon bo'ldi. Buni olimpiada bo'ldi, mayda olimpiada bo'ldi. Ikkita birinchi o'rin paydo bo'ldi. Bitta sopqol 20-maktabda bu. Endi kuzda birinchilikka borish kerak. Endi bir shahar etsam, liseyga o'qishga ketib qolganda sattar dona bo'ladi desak, bizga aytmasdan 20-maktabga telefon qilib, ular qo'yverdi. Ular olimpiada Vaqt ketgan. Hala shu sattar bilan qanday kurashib, ular o'tib ketdi emas. Aynan bilan bo'ldi. Birinchilik qo'ldan bermaganmiz, ustozimiz shogirdlarimizdan Domlarimizlarga
Sıvalasınız. Öyle otamız matematik oturtusu gelirler. Opalarım matematik oturtusu, sinir matematik, özür, öyle matematik. Birinci orada beni kılışınca otamıza karar kılıktan böyle matematik. Ben oğlakta öteri ve şu matematikleri nasıl üstken buluşken. Şu anki hazıram avladımız alır. Matematikle avladı. Münden keyingi ekelerim kızlar ya, özümün kızı hem matematik oturttu kızıma. Özümün mekanında işleydi. Azı 6. sınıfta ders birerdi. Bunun kızı 5. sınıf 6'ya koştu. Ötkenliğinde okuyordu. Çarası. Azı özümün okuyor. Uyan gidip matematik yapıyor. Sanki hemen kızlarını sonra falan. Boshqa odam chaqirib beradi. Men matematika ustozim, boshqa odamdan so'radim, men ustozlar darsdan keldilar. Ba'zilar darsdalar. Shuning uchun ularga fursat beramizda, arzimagan so'rovlarimiz bor. Yaşıyorum ustoz. Nasılsın? e'tibor berib, bizni taklif qilganlaringiz o'zi katta sovg'a edi biz uchun. Chunki bu kunni eslash hammagamizda juda ko'p shogirdlarimiz, mana bunaqa ustozlardan, mana bu yerda mana Asraful va Maridoyangiz bo'lsalar, tansangiz kerak, boshlang'ich sinfda. O'sha ustozlaringni ham meni o'quvchilarimdan biri u ham. O'zimga o'xshagan o'qituvchilar juda ko'p. Men Nargiza haqida ozgina sizlarga tushuncha bermoqchiman. Nargiza o'sha yangi qabul qilgan paytimda kichkinagina qizcha edi, rosa bosiqli. Haliyam bosiqligi bor, sekin-sekin gapiradi, ovozini arang eshitadi. O'ta odobli o'quvchi bo'lgan. Kelganda ham o'zim yaxshi ko'rib qolaman. Hamma bulardan juda ko'p oliy ma'lumotli, yaxshi ishlaydigan harbiylar chiqdi. Rosa zo'r chiqqan bu sinf haligi. Hammaga tanilgan sinf bo'lganda bu. Keyin qiziqishi ham zo'r edi. Shu birinchi partida o'tirardi, qilt etmay o'tirardi dersa ham. Ona tilidan ham shunaqangi cho'l yozib qo'yardi xatini. Eslayman hozir, xat yozgan xatlarini ham eslayman-da. O'tirishlarni matematikaga qiziqishi rosa kuchli edi. Mana shu matematika sudrab ketdi buni. Yuqori sinfga chiqqanda ham juda qiziqardi matematikaga. Ham odobli, ham axloqli, ham bilimdon bo'lgan. Shuning uchun ham mana boshlang'ich sinf, yuqori sinfda chiqqandan keyin, mana 9-sinfdan keyin litseyga mana o'qishga kirdi. 21-maktab sha'nini o'sha yerda ham juda chiroyli qilib himoya qilgan. Esimda bo'lsa, yanglishmasam, seni degan prezidentga xat yozgan. O'sha litseyga kirgan paytda birinchi kursimda Karimov domlaga, Karimov prezidentimizga, O'zbekistonning birinchi prezidenti Karimovga demak xat jo'natgan. O'sha xati yetib bor ekan. Yetib borib, unga javob xati ham kelgan. Rosa xursand bo'lganman. Meni o'quvchim o'sha prezidentni nazariga tushdi, juda faxrlandim. Hozirgacha faxrlandim. Tabrik, tug'ilgan Tabrik. Otavorlar Birinchi prezidentimiz Mirziyoyevdan avval prezidentimiz. Demak, o'shanda ham hozir ham o'quvchilarni eslasak, ana shularga prezidentga xat yozganda javob xati kelgan. Litseyni bitirib o'sha oliy o'quv yurtida birinchi kursi degan shunda. Shunda rosa faxrlandim. Juda ko'plarga namuna qilib ko'rsataman. Yana bitta Nargizamiz bor. U hozir 29-maktabda ishlayapti. U ham matematikaga o'tib ketganmi? Boshlang'ichda bormi? Kimyodami? U yerda u ham matematikadan kuchli. Chunki ularning ayasi ham matematikada. Kuchli o'qituvchi-da. Mana shu Avjan domlangizni usta onalari ham Mo'jinsa oya biz ustozimiz. Endi bizga u darsga kirmagan bo'lsalar ham biz hamkasb bo'lib juda ko'p ishlaymiz. Oyaning tajribalarini rosa ko'pini olganmiz.
juda ko'p maslahatlarni olganmiz. Biz ham kichkinagina qiz bo'lib, masalan 20 yosh qiz bo'lib kelganmiz, o'qituvchi bo'lib, tajriba bo'lmagan. Mana shu ustozlarimizdan saboq olib, bilmaganimizni so'rab, darslarni kuzatib, o'rganib, biz ham o'sha darajalarga, shu oyog'imiz yetgan darajalargacha yetdik. Mana juda ko'p nimalar faxriyorliklar, rayon, oblast, viloyatlarda juda ko'p ishlarimizni ommalashtirdik. Mana shu ustozlarimizga o'xshab. Demak, yaxshi niyat qilsalaring, mana bizga ta'lim tarbiya bergan ustozlarimiz hozir kun tarbiya etib ularni doim eslaymiz. Hammadan bayrammi, boshqami, har kuni ham kelib birga ishlagan, shunda maktabda oldan o'tsak ham xotirani hammalari ko'z oldimizga keladi. Barcha ustozlarimizni Alloh rahmatiga olganmiz o'tganlarimizni. Demak, joylari jannatdan bo'lsin. Mana bu bizga ta'lim tarbiya berib birga ishlagan hamkasblarimiz, ustozlarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Mana bu ustozlaringga Allohim oq yo'l bersin, keng yurak bersin, sabr bersin, matonat bersin, omadlarni bersin, martabalarni doimo ulug' qilsin. Mana shu biz erishgan yutuqlardan ham 10 barobar yuqori yutuqlarga erishib yuringlar. Nimaiki yaxshi niyatlaring bo'lsa, Alloh niyatlariga yetkazsin. Sizlarni faqatgina o'sha orqalaringdan erishgan yutuqlaringni eshitib, xursand bo'lib ko'p yillar yo'llaringda yurish bizga nasib qilsin. Mana domlamizdan ham pensiya yoshiga yetib qolyaptilar. Ularga ham sabr, biz sabrimizga tezroq qo'shilishib, ularga nafaqali gashtini ham surib yurish nasib qilsin. Hammalaringga, e'tiborlaring uchun sizlarga katta rahmat. Kimni oilasida ustozlar bo'lsa, o'qituvchilar bo'lsa, bizning nomimizdan ham hammalarini bayram bilan yana bir bor tabriklab qo'yasizlar. Mana bu bizga bergan sovg'alar uchun katta rahmat. O'zi hozir men Mashaga taklif qilganimda yo'q, o'zi juda katta sovg'a olgandan ham yaxshi kayfiyatga erishdik. Chunki mana maktabga kelsak, o'zimizning o'quvchilik davrimizni ishlaymiz, ishlagan davrimizni, mana bu yerda qancha tanish ustozlar bilan, birga ishlagan ustozlar bilan ko'rishdik, diydor ko'rishdik. Mana o'quvchilarimiz bilan diydor ko'rishdik. Juda xursand bo'ldik. Yana bir bor katta rahmat. Sog' bo'linglar. Doimo omad yor bo'lsin, martabalaring bundan-da ulug' bo'lsin. Bolalaring hozir havasini ko'ringlar. Rahmat, taklif qilib, rahmat. Nishinglar. Kelganda tashakkur. Bravo, ustoz.